Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dünyanın har qaysi joylaridagi aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar, Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Bugungi video qilishimdagi asosiy maqsad shu zaman ya'ni oyda bir akatim yoki 2 oyda bir akatim degandek shu Turkiyadagi Uyg'urlar to'g'riliq ba'zi yozmalar, maqola, video degandek narsa tarqaladi. Bu to'g'riliq g'ulg'ullar davomli bo'lib turdi, talash-tortishlar, fikr o'xshamasliklari degandek radiyalar. Bundan bir necha soat burun shu Uyg'ur axborot markazi tarafidan bir video taqtildi. Buni birozdan keyin billa ko'rayli, ham billa buni qarata men o'zimningki fikrini bayon qilaman. Sizlar buningki to'g'ri yoki xatoligini baholasingizlar bo'ldi, fikrlaringizdan o'tirib qo'ysangizlar bo'ldi va shu Uyg'ur axborot markazidagi qarindoshlarimizni xohlasa shu naq maydonga kiralaydi, men o'shir qilsa bo'ldi. Shu videoning ostiga o'shir qismiga yezish orqali kirsa bo'ldi, o'zining fikrini bayon qilsa. Bu yerdagi masala Ramazonda mo'yliqqa qora kiyim masalasi to'g'riliq bir mezgil talash-tortishlar bo'lib ketdi. Shuning oxirida yana davomli shu temalarda yana umumyuzlik bir Müslümanlar hakkında, Türkiye'deki Uygurlar hakkında, kiyim-kechak hakkında bir haber tarqaldı. Men bununla üzerine qarindoshlik asosida, birlik asosida o'zimningki chiroyli bir fikrimni, radiyamni bermoqchi bugun. Men bundan burun bunday radiya bilan bermagandim, lekin bugun bir jasoratga kelib qat'iy o'zimning fikrimni bildiray dedim. Bu ergizma talash-tortish, ixtilof yoki ichki urush emas. Qaysi xil shakldagi fikrni qabul qilsangiz o'zingizning ixtiyorligi. Hozir men shu videoni bir qo'yay, chunki bir endi ko'rib bir tarafdan fikrimizni bayon qilaylik. Ko'rganingizga o'xshash balkim bakroq cho'ngroq ko'rishingizda texmi to'g'ri bo'lsa kerak. Uyg'urlar uchun Turkiya muhim deb shu temada billa ko'raylik. Uyg'urlar uchun Turkiya 2018-yili 11-oyda Turkiya axborot va tadqiqot idorasi bir turlik tekshirishni qanot yaydirgan bo'lib, 46% turkning Xitoyga ijobiy qaraydiganligini, ularning 62%ning Xitoy Turkiya uchun muhim deb qaraydiganligini, shundaqla Xitoy bilan savdo munosabatining kuchliligini davomli saqlash zarur deb qaraydiganligini ko'rsatgan edi. Halbuki 2018-yili 6-oydan burun Xitoyga ijobiy qaraydiganlarning nisbati oralla 30% edi. Mana bu ochiq haqiqat shu yil boshlangan iqtisod krizisining turklar ichidagi jonliq inkosi bo'lib hisoblanadi. Turkiyadagi hozir bu persanga ayirib Turkiyadagi Uyg'urlarningki 30% faqat Xitoyni yaxshi ko'rmaydi, qolganlari yaxshi ko'radi degan bu ko'z qarashga men qo'shilmayman. Bu yerda Turkiyada yashayotgan qarindoshlarimiz yaxshi biladi. Asosiy jihatdan Xitoyni yaxshi ko'radigan turklar yo'q deyarlik. Xitoy bilan Uyg'urlar, turklar orasidagi urush jidal 2000 yillik tarixga tayanadi. Bu statistikani qabul qilmayman. Ammo asosiy bu yerdagi maqsad Yevropadagi shu xil fikrda, ya'ni Turkiyadagi kishilarga baho berish, Turkiyadagi kishilarni qoralash, ayiblash, yo'l ko'rsatish degandek shu ishlar bak eg'ir, davomli bo'lib kelyotadi. Mening demoqchi bo'lgan maqsadim shu, Turkiyadami Yevropadagidan bakroq yoki eng shu Yevropadagi saviyadagi ega bo'lgan Uyg'ur ziyoli, doktor, professor, turli siyosatchilar mavjud bor. İlim adamlari, din adamlari bor, siyosiy yo'llar bor, tashkilotlar bor. Mushadagi kishilar o'zi ko'rib yashayotgan muhitga o'zi baho bersa, o'zi yo'l ko'rsatsa, xatolar bo'lsa, o'tirib qo'ysa. Biz Turkiyadagi Uyg'urlar Yevropadagilar unda qilyapsa, bunda qilyapsa, sizlar xato qilyapsizlar, yo sizlar unda qilib ketib qolsa, bunda qilib ketibsizlar. Biz ularga yo'l ko'rsatgan ahvol yo'q. O'zimizning noyatliqi, axloqini, ig'ir besiqligini saqlagan asosda o'zimizning ishini o'zimiz bilib, faoliyatlarimizni yaxshi olib ketib boramiz. Oylardan beri faoliyatlarimiz davom qilyapti. Turkiyadagidek faoliyatlar Yevropaning hech qanday bir yerida bo'lgan emas. Ama Türkiye'deki işlarga Avrupa'nın bekçiliği,
bilermenlik, buyruk, narazılık yaman köp. Bunu yine davamlılık göreyli. Nəhayət cıq məzmunlarda bizni eyiblər demoqda bunda. Hozirgi statistika bo'yicha taxminan 50 ming atrofida mo'ljallanayotgan Uyg'urlar va ularning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, diniy va milliy kelajagi uchun Turkiya ba'zi taraflarda alohida afzallik ega. Halbuki Turkiya boshqa demokratik ellarga qaraganda bir qadar xatarlik va turoqsiz bo'lib, bu salbiy taraflari shu yerdagi Uyg'urlarning istiqboli uchun ko'p ziyonliq. Birinchi, siyosiy jihatda. Turkiya siyosiy jihatdan Uyg'urlar uchun intayin muhim. Hozirgi Turkiya 20-asrdan ilgari Erondan boshqa butun O'rta Sharqni idora qilib kelgan. Shu vajidan uning O'rta Sharqdagi arab ellari bilan Shimoliy Afrikadagi arab ellari orasida inovati, obro'yi va ta'siri zo'r. Undan boshqa Kavkaziya va Balqondagi ba'zi kichik va uzundan beri ezilib kelgan ushoq ellardan Shimoliy Kavkazdagi 7 musulmon avtonom jumhuriyati, Rossiyadagi tatarlar, Qrim tatarlari, Gagauz, Boşnaqlar va Albanlar Turkiyani bak cho'ng bildi. Erdo'g'anning butun islom dunyosiga lider bo'lish istagi uni tashqi ishlarda islom dunyosining o'rtaq eng sezgir masalasi bo'lgan Falastin masalasi orqali nufuzi va ta'sirini kuchaytirishga turtki bo'lgan. Biroq 5 yildan buyongi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi Recep Tayyip Erdo'g'anning Falastin orqali topgan dunyoviy inovatini biroqla yer bilan yakson qilgudek holga keltirdi. To'lim afsus, Turkiya hukumati donolik bilan shu yerdagi Uyg'ur tashkilotlarini o'ziga har jihatdan to'liq beqindirib olg'ashqa, uning ustiga u yerdagi tashkilotlarning hech biri Müşahede o teşkilatlar doğruluk ben gap qilmasligim kerak aslida. Türkiye'deki teşkilatlarni Türkiye o'ziga bekindirib oldi degan shu gapning o'zimning og'ir xatoligini ko'rib olib bo'ldi. Türkiye'de ko'p teşkilatlar bor, hammamiz bilamiz. 60 dan ortiq 100 ga yaqin teşkilat bor. Bütün teşkilatlar hammani Türkiye o'ziga qaratib oldi degan gapning o'zini bema'ni bir gap. Agarda shu gap rost bo'lsa, shu xabarni ishlayotgan shu Yevropadagi ba'zi bir qism kishilarmiz bu. Ko'pincha kishilar yaxshi, Yevropadagi qarindoshlarimiz. Misha Turkiyada teşkilat kursu buldu. Özü kelib quramasa, Mishadagi qarindoshlar orqali chiqimlarni ko'tarib, yo'l ko'rsatib degandek xolis niyatda teşkilat kursu buldu. Haqiqiy to'g'ri yo'ldan olgan. Siyosiy tashkilot saviyasida emas, balki sepi o'zidan ta'siri intayin cheklik bo'lgan ijtimoiy tashkilotlar bo'lg'achqa, Turkiyada Uyg'urlar Meyadan deydi. ki sepi o'zidan ta'siri intayin cheklik bo'lgan ijtimoiy tashkilotlar bo'lg'achqa, Turkiyada Uyg'urlar uchun g'oyat zo'r siyosiy boshliq va afzallik mavjud. Ularni o'ziga har jihatdan to'liq beqindirib olg'achqa, uning ustiga u yerdagi tashkilotlarning hech biri siyosiy tashkilot saviyasida emas. Mana gapni qaranglar. Turkiyadagi tashkilotlarning hech qaysi siyosiy tashkilot emas. Türkiye'deki teşkilatlarının hech qaysi siyasi teşkilat emas deydi. Tabii degan 100'dan ortiq 100 ga yaqin teşkilatning hech qaysi siyasi teşkilat emas ekan. Türkiye'deki teşkilatlar bizning teşkilatlarimiz, Sharqiy Turkiston xalqining teşkilatlari, Sharqiy Turkiston uchun xizmat qilgan teşkilatlar, hargizmi Xitoyning boshqa bir yerdan emas. Siyosiy teşkilat emas deb bu qadar yaratmaslik cho'nchilik. Balki sepi o'zidan ta'siri intayin cheklik bo'lgan ijtimoiy tashkilotlar bo'lg'achqa, Turkiyada Uyg'urlar uchun g'oyat zo'r siyosiy boshliq va afzallik mavjud. Turkiyadagi Uyg'urlar afzallik bo'lsa, sizlar ko'p mishada qurollar tashkilotini yaxshi tashkilotdan birini. Hozirgi ijtimoiy tashkilotlarga chaqilmayla, haqiqiy siyosiy tashkilotdan birini qurib chiqishi birla partiya bilan emas, balki hamma partiya bilan muvofiq aloqa o'rnatib turib, Uyg'ur masalasi va milliy mustaqillik uchun Turkiyani orqa safga aylantirishi kerak. Hech bo'lmasa, shu yerdagi Uyg'urlarning har jihatdagi qiyinchiliklarini va g'amlarini tubdan hal qilgudek holga kelish kerak. Ko'p partiyalik tuzumdagi Turkiyada Uyg'urlarning barliq tashkilotlari asosan hozirgi davlatni idora qilayotgan
Aq partiyaga sadoqatman derneklarga aylanib qolgan bo'lib, rasmiy tashkilot nomidan boshqa o'qituvchi partiyalar bilanmi izchil aloqa qilishi yo'qning o'rnida bo'lmoqda. Buning shu yerdagi Uyg'urlarga keltiradigan ziyni bu yerda yani Yevropada turib Uyg'urlar birli partiya bilan munosabat o'rnatadi deydi, tashkilotlar to'g'riliq qo'nchiq qilmaydi, ammo ko'rib turibmiz Uyg'ur akademiyasi bo'lsin, boshqa tashkilotlar bo'lsin, ko'pinchisi tashkilot boshqa partiyalar bilan yaxshi aloqa sosyal medyada muntazam qilyotdi. CHP bilan muxolifat partiyalar ko'pinchisi bizni qo'llaydi va faqat Vatan partiyasi Birinchi boshqa Milliy partiyasi bo'lsin, Kelajak partiyasi bo'lsin, butun muxolifat partiyasi bo'lsin yoki iqtidordagi Aq partiya bo'lsin, asosiyatdan Uyg'urlarni qo'llab kelyotdi. Endi bu yerda iqtidordagi partiya hukumat hamda butun iqtidor huquq kuchni hammasi Aq partiyada. Elita ham o xabarning oxirsida biroqlam qaralab tushib ketadi. Buni oxirdan biroq tushuntirdi inshaalloh. Eg'ir bo'ladi. Siyosat cho'ng qimarvozga o'xshaydi. Barliq dasmayni birli partiyaga tikkan Uyg'urlar shular bilan tangla barlig'ini uturdi. Birli kemiga qisilib chiqgan Uyg'urlar shu kemi cho'kslar tang cho'kib ketadi. Muhammad Emin Bug'ro apandi bu nuqtani obdan bilgachga ömür bo'yi birli partiya bilan aloqa qilib, bir millatning taqdirini partiyalar aro siyosatning qurboni qilayotgan emas. Xitoy Uyg'urlarning boshqa partiyalar bilan aloqa qilishini cheklash uchun qo'ldan kelgan hamma chorani qilib, utuq qozonib kelmoqda. Chunki Xitoy 1998-yildagi Turkiyani ko'rishni bakli xohlaydi. Shu chaqdimi birli partiyaga sodiq bo'lganning badalini shu yerdagi Uyg'urlar necha yil o'tgan edi. Ko'k bayroq ostida 3 odam mungtishib qolsa-mu, qonunga xilof hisoblanadi. Bu ajalli xatolik vaqtida tuzitilmasa, balkim saylovda partiyalar almashgandan keyin Turkiya Uyg'urlar uchun foydasiz yerga aylanib qolishi mumkin. Ikkinchi, ijtimoiy jihatda. Turkiya jamiyati rangarang bir jamiyat. U yerda ming yillar davom qilib kelgan an'ana asosida rivojlanayotgan jamoatlar o'tgan bir asrda Mustafa Kemalning islohoti natijasida yetishib chiqqan moderni va dindan xoli tuzal bo'lgan demokratik guruhlar, mo'tadil va oshqun millatchilar, ummatchilar va g'arb parastlar bilan to'lgan universal bir jamiyat mavjud. Undan boshqa Turkiyada har xil dinlar va mazhablar inoq ittifoq yashayotgan bo'lib, bu yerda Shia sunniy jidili, musulmon va xristian o'chmanligi yo'q deyarlik. Bu Turkiyaning uzun yillik davlat e'tiqodidan kelib chiqqan ijobiy ahvol. Turkiyada yashayotgan Uyg'urlar asosan degudek taqvodor musulmonlar va diniy zotlardan tarkib topqachqa, ular Turkiya jamiyatining bir qism cheklik bo'shlig'idan foydalanish imkoniyatiga ega bo'la olgan. Turkiyadagi partiyalar dal yuqoridagi har xil ijtimoiy to'plamlarga mansub bo'lib, ular hammasi o'zi tava bo'lgan guruhining qimmat qarashini hukumatni qo'lga olish orqali butun Turkiya miqyosida zo'raytish va kuchaytirishni maqsad qiladi. Turkiya davlati qurilgandan buyon asosan Mustafa Kemal qurib chiqqan dindan xoli hokimiyat tuzumi va parlamentlik tuzum ustunlikni egallab keldi. Adnan Menderes va Najmiddin Erbakanlar ko'p qatam burunqi an'anani va dinni siyosatga akirib, ham zamonaviy, ham an'anaviy madaniyat kuchi asosida kuchi urg'ib turgan Turkiya qurish uchun kuchab baqdi. Biroq har qadamda harbiy o'zgarishlar orqali og'dirilib, orzusi yarim yo'lda qoldi. Ularning orzusini Erdo'g'an o'rniga oldi. Uning davrida Turkiya burunqi Kemalcha va g'arbcha yo'lda emas, balki Erdo'g'ancha va sharqcha yo'lda mangdi. Burun Turkiya Amerika va Angliya bilan yaqin o'tgan bo'lsa, endi Xitoy va Rossiya bilan yaqinlashmoqda. Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik elib berilayotgan halqaliq paytlarda Turkiyaning Xitoy bilan ziyoda yaqinlashib ketishi, Xitoyning Falastinni qattiq qo'llab, islom dunyosida qayta inovat qozonib olishiga qarshi Uyg'urlar bakmo sagak bo'lishi kerak. Halbuki Uyg'urlar Xitoyga qarshi tadbir tuzish o'rniga hadislar
o'zaro quruq talash tartish qilib, oltin fursatni qo'ldan berib qo'ymoqda. Turkiya taraf Suriya musofirlarga quchoq ochgandan keyin Turkiyadagi avomning arab xalqiga bo'lgan o'chmanligi kuchayishga boshladi. Hatto ularning tashqi qiyofatlarimi turklarning ko'ziga sig'mas bo'lib qoldi. Turkiyadagi Uyg'urlarda yetaklanish kamchil bo'lganlikdan bilib bilmay, yerlik turklarga qiyofat va harakatlarda arablardek tuyg'u berib qo'yib, dindan xoli g'arbparast kishilar ichida yoshirun o'chmanlik qo'zg'ab qo'ygan bo'lishi aniq. Ular hozirdan boshlabla ochiq oshkora Uyg'urlar hammasi Erdo'g'anchilar, dinchilar va Daishchilar deb qaralashga boshladi. Bu xil ijtimoiy norozilikning va o'chmanlikning kuchi dal partiyalar va hukumat almashganda ko'rildi. Ana shu chog'da Turkiyadagi Uyg'urlarni kutib turgani ko'chalardagi norozilik emas, balki qonun va davlat tarafidan kelgan zarba bo'ladi. Navoda Turkiyadagi Uyg'urlar Qanday hozir ko'rgan o'zlaridek baştan ayak Türkiye'ni azırak düşündürüptü. Adnan Menderes, Erbakan hocam doğrulup. Bu kişiler tarihte ötken, yani Erdoğan'ın bunu ötken Türkiye'nin Cumhurbaşkanları, yani Türkiye halkı özü saylap çıkargan, Türkiye halkı şu bizgi baş olsun, bizden devlet muşu baş kursun deyip çıkargan İslami liderler. Yani Erdoğan'ın burunki Adnan Menderes'i ve Erbakan hocamı askerler, yani şu Abiyam degende komünist veya ki başka dini öşmen nefret edilen, İslam'dan nefret edilen kişiler siyasi özgürlük kılıp darga askan. Ve darga askan çaldı mı Adnan Menderes ben bular şu halkımdır ben razı deyip şunda kötü iş kılıp şey boğan. Bir yerdeki mesele nima? Ahırsı nimdeydi ama Uygurlar şundaylık köpüncüsü takva Müslümanlar boğandıkken, dindar Müslümanlar boğandıkken Türkler nefret edilen daişçilerden oldu, bu oldu deydi. Emniyette onda gep herkesin yok. Meyli sosyal medya haberli olsun, televizorda olsun, devlet kanalı hiç kaysı da Uygurlar onda karladı, ondan nesini. Biz Türkiye'de kömürlük Avrupa'dakiler nereden görüyordu ki? Bu Türkiye halkı 1000 yıllık İslam'a hizmet kızan bütün dünya Osmanlı Selçuklu muşkul şekilde bütün dünyaya İslam'ı yaygan bir devlet ve öz halkı mı abiyem degendek İslami cemaatler, nurgullu İslami cemaatler mevcut. Tehe neçayının aldığından İHAHAT 1 milyona yakın Türk halkı bilen Şarkı Türkistan'a kadar sessiz çığlık deyip namayış kıldı, bunu mu köydük. Onun başka nurgulluğun koldaşlar buluvatıdı. Türkiye, yani Müslümanların köp kısmı Müslüman boğan bir devlet Türkiye. Uygurlar mı okşaşla Şarkı Türkistan, yani aynı vaxtıda mı 1933-44 kiçe neçe kıtım kurulgan, iki kıtım kurulgan İslam Cumhuriyeti bulup kurulgan. Yani Şarkı Türkistan halkı mı okşaşla Türk halkıya okşaş Müslüman bir halk. Şunun için bana okşaşçılıkta Arapga okşab olsa, Suriyelikga okşab olsa, o bu mandaq deyiş bu ait hata, bunu qayta-qaytalab dep kelyapmiz. Ayda bir akatim talaş tartışlar buluvatıdı. O xil ocaqdan toxmaq chiqqandek sening qora kiyim kiyishing xata yoki sening saqal qo'yishing xata deb o'tirib tashlagan bilan bu yerdagi bir ishqa ilmiylik bir kishininki kallasini o'tadigan bir xil ilmiy bir nim bilan sistemlik tushuntirish kerak. Ama sarap qıtanam tashlab qo'ygan bilan bu hech kim pisand qilmaydi, hech kim kar olmaydi. Aksicha norozilik, o'chmanlik, dushmanlik paydo qildi. Ondan keyin Uyg'urlar orasida ziddiyat paydo bo'ldi. Bu kunlar bundan o'tmaydi, kelgusida vatanimizga qaytish jarayonidan nurg'ulg'an ishlar bo'lishi mumkin. O jarayonda yana Xitoyga qarshi bir maydonda emas, parchalanib ketishimizga, dindarlar, din o'chmanliklarda parchalanib ketishimiz mumkin. Onun uchun hozirdan boshlab agarda haqiqatan sizlarning o'zingizlarning ko'z qarashi bo'yicha bu Sharq Turkiston davosiga ziyon keltirgan ish bo'lsa, tashqi jihatdan, siyosiy jihatdan ilmiy shaklda sistemalik holatda kishilarningki tafakkurini ochadigan bir dars shakllik uzun muddatlik bir tushuncha bo'lishi kerak, darslik bo'lishi kerak, siyosiy dars bo'lishi kerak. Ondan keyin bu tushunish bo'ldi. Albatta to'g'ri. Dinda ashqullar, ya'ni xavorijlar deymiz, bütün Müslümanlıkım uygun bo'lmaydigan darajadagi dinda ishib ketgan o'zining nafsi bo'yicha mumkin bo'lgan kishilar mavjud. O kishilarga cho'qim ilmiy jihatda biz Sharq Turkiston davosiga foydali shaklda xizmat qildirish uchun tashviqot jihatdan bo'lsin, har jihatdan ahli ilmlar bo'lsin, tirishib xizmat qilib kelyapmiz.
Bu xizmatni ma'noga o'xshash dinni yiroqlashtirgan, dindan norozi bo'lgan narsalar, tashviqotlar u kishilarningki shu Sharq Turkiston davosiga bo'lgan o'chmanligini texim oshirib o'tadi. Shuning uchun har jihatda ilmiy bo'lish kerak. Har bir millatningki qimmati u millatningki axloqi, adolati, mehr muhabbati bilan maydonga keldi. Bu bo'lsa eng namunasi islom dinidan bo'ldi. Har qanday bir mesela Xitoylarni ko'ryapmiz, hech qanday bir e'tiqod bo'lmaganligi uchun bir ilohdan mayli but bo'lsin, boshqa bir narsa bo'lsin, qo'rqmaganligi uchun o'zining onasini o'ldirib o'tadi, onasi hayvonlarni tirik pishirib yeydi. İnsanda bir qo'rqinish bo'lsa, har qanday bir din insonlikqa, axloqqa, mehr-muhabbatga shuni yetaklaydi. Shunga dini bo'lmagan millatning hech qanday qadr qimmati bo'lmaydi. Ham dindan ayirib o'tib faqatla millatchilik ya'ni nim bo'lsin millatda faqatla millat hech qanday bir narsa axloqsiz bo'lsinmi, yana bir bo'lsinmi, eski bo'lsinmi, yaxshi bo'lsin millat deb bunday millatchilik, qora millatchilik, ya'ni ilmiy jihatdan emas, qora millatchilik bu irqchilik kirdi. Dunyoda bu qarshilanmaydigan bir irqchilik ham dindami, islom dinidami bu xil qavmparastlik, ya'ni eski bo'lsin o'g'ri, butunlay o'g'ri bo'lib ketsin, yomonlik, nacharlik avjab ketgan bo'lsinmi, bu yaxshi deb, xatoni to'g'ri deb tashviq qilish, bu irqchilik kirdi. Bu xalqarada mayli Amerikada bo'lsin, mayli Turkiyada bo'lsin, mayli qanday bo'lsa bu qarshilanmaydi. Shuning uchun bu ham degandek har qanday ishda ilmiylik bilan o'tirib tashlashimiz kerak. Ham bir qatim tashlab qo'yish bilan emas, davomli o'xshash shaklda talash tortishni terib qo'yib, qarg'imanglar, o'qimanglar deb emas, ilmiy shaklda shuni darslikka bo'lib, siyosiy jihatdan, ilmiy jihatdan qaysi shaklga uyg'un kelmaydi, qaysi jihatdan ziyonli, qaysi jihatdan manfaatli degan narsani to'g'ri tushuntirish kerak. Uzun muddatli tushuntirish kerak. Bir qatimda mandaq tashlab qo'ysak, hech qanday foydasi yo'q. Nuqul hukumatga va hokimiyat beshidagi partiyaga sadoqatman bo'lishga kuchab, boshqa ijtimoiy guruhlar va o'qitish jamiyatlar bilan munosabat o'rnatishga kuchimisa, avomning qo'lishiga erishamaydi. Hukumat pasib o'rinda turishga majbur bo'lgan allarda Uyg'urlar cho'qim xalqqa kuchash lozim. 50 ming Uyg'ur 80 million turk xalqiga sal qarab, ularning ta'siridan va hissashligidan ayrilib qolsa, ovchilar ularni bemalol va oshkora sotalaydi va yevitalaydi. Turk xalqi 80 millionlik zo'r jamiyat. Shunga hukumatdan ko'zlagan unumga erishmoqchi bo'lsa, Uyg'urlar cho'qim turk xalqi ichidagi faoliyatlarni va tashviqotlarni aslab kuchaytirishi kerak. 3. iqtisodiy jihatda. Yaqinqi yillardan buyon Turkiya bilan Xitoyning iqtisodiy munosabati zo'r darajada oshdi. 2000-yili ular o'tirsida savdo almashtirish miqdori tunji qatim 1 milliard Amerika dollaridan eshib ketdi. 2009-yili 10 milliard 70 millionga yetgan bo'lib, 2017-yili 27 milliardga yetgan. Xitoy navbatda Turkiyaning eng chong tashqi savdo va import-eksport hamrohi. Turkiya bir balvoq bir yo'l tashabbusidagi aktiv a'zoning biri. 2019-yili 6-oyda Xitoy Xalq bankisi iqtisodni qo'llash uchun Turkiyaga 1 milliard dollar yo'tkab bergan bo'lsa, keyingi yil sentabrda Xitoy Taraqqiyot bankisi Turkiya Taraqqiyot bankisiga 200 million dollar qarz berdi. Angliya Telegraf gazetining 2020-yili 26-iyul e'lon qilgan bir dokladida mundaq deyilgan: Erdo'g'anning siyosati sababidan qayta yuz berayotgan iqtisodiy krizis va Yevropa Turk ziddiyati Turkiyani boshqa do'stlikqa, bo'libmi Xitoyga do'stlik izhor qilishga majburladi. Beijingning bir balvoq bir yo'l strategiyasining bir qismi sifatida Xitoy shirkatlari Turkiyaning ul aslahalarini taraqqiy qildirishga milliard dollar mablag' soldi. Beijing kelar yilning oxirida mablag'ni bir qatlab 6 milliard dollardan oshirishni nishonladi. Turkiyadagi Xitoy sayohatchilar 2011-yilgi 98 mingdan 2015-yili 300 mingga, 2018-yili 400 mingga yetdi. Yaqinqi 10 yilda 537% oshdi. Turkiya hukumati kelgusi bir necha yilda bu sonning ko'payib 1 millionga yetishidan umid borligini aytgan.
2019 yılının aldınqı 8 ayda 292.322 Xitoy sayohatchi Turkiyani ziyorat qilib, aldınqı yilga selishtirganda 12% oshgan. Ilgari Xitoy Turkiyada iqtisodiy vosita orqali siyosiy g'arziga yetish taktikasini loyiq yetkazib o'ynayotidi. Hatto bu yil aprelda topshirmoqchi bo'lgan vaksinani qasddan bermay, orqa suzatishdan iborat nomussizligimi buni to'lig'i bilan isbotlaydi. Bu xil taktika yolg'iz Turkiyaga emas, balki butun dunyo ellariga o'rtaq qo'llanayotidi va unumi yuqori bo'layotidi. Turkiya iqtisodi 2013 yildan buyon izchil turoqsiz bo'layotgan bo'lib, Turkiyaning tashqi ishlar siyosatiga tutun burilish, g'arbdan sharqqa eg'ish tufaylidan burunqi ittifoqdoshlari va qo'llovchilari uningga har xil iqtisodiy embargo yurgizmoqda. Shu vajidan turk lirasi 9 yildan buyon izchil paxallashib, burunqi $1 2 lira saviyasidan hozirgi $1 8,5 liraga teng saviyaga tushib qoldi. Uyg'urlar asosan tuvan darajadagi iqtisodiy kuchga ega bo'lg'achqa, Turkiyada mablag' solib tijorat qilgudek sharoiti borlari yo'qning o'rnida. Ko'pincha Uyg'urlar ushoq tijorat va oylik maoshga tayinib terikchilik qilmoqda. Uning ustiga Turkiyada iqtisod osondagi kapitalistlarning monopolligida bo'lg'achqa, dasmoyi solib tijorat qilganlar ichida shularlar hasilab foyda ola oladi. Boshqa ushoq tijoratchilar sog'an mablag'i tushliq foyda ko'rmay turiblar, aksicha ko'plab ziyon tortib oldi. Bo'libmi Xitoy yursi mazgildagi uyga solinib o'tirishdan keyin zamonaviy texnika va uchur bilimlari borlar tez yuksaladigan, qora kuch bilan jon saqlaydiganlar jon talishadigan vaziyat ko'zga ko'rinyotidi. Baxmichilik va qurilish qilish orqali terikchilik qilayotgan Uyg'urlar bu mezgilda ko'plab ziyon tortib olgan bo'lib, bundan keyin Turkiyadagi Uyg'urlar iqtisodiy jihatdan texmo qattiq qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. 4-chi diniy jihatda. Diniy jihatda Uyg'urlar uchun Turkiyadagi afzal muhit boshqa yerda yo'q. Ammo Mao oldidagi bir tema haqida o'zimning fikrimni bir bayon qilay. Keyin diniy ulamolar haqida yana boshqa gaplar bor ekan. Va Turkiyaningki Xitoy bilan bo'lgan munosabati hakikaten biz bu Türkiye'deki Uygurlarımı bunu hiç kaysımız kalmayımız, halk filosofumuz bilen. Elbette Xitay özünün kendimiz bilimiz dünya boyunca ikinci orundaki iktisadi, askeri, texnik ve cihetten küçük olan bir devlet oğandaki Orta Asya devletlerinin hemmisini kazgi boğulmuş, Tacikistan, Kazakistan mı Xitay'ın kazma kaydıranmay bir kısım zeminin tuprağını verdi. Şunu Türkiye mi mecbur bulup kılıvatıdı, lekin biz bunun yanılam narazı. Ben kanda vuruştan kat'inizler. Türkiye ile boğan, Xitay ile Türkiye'nin münasebetinin üzüşü için bizim okulumuzun gelişçe, mail namayışta olsun görüyoruz sizler. Aylardan beri, neçe aydan beri bütün kırındaşlarımız, yani neçe yüzlegen kırındaşlarımız özünün ballarını taşlap koyup, üyge hizmetini taşlap, kıyınçılık bozma, abdepte iktisadi kıyınçılık o bu nurgu yoğurlar ziyan tatı oldu. Şuna ziyan, kıyınçılık bozma özünün hemen esini taşlayıp etip özününki imanı üçün, vətini üçün, xalqı üçün namayış qılıvatıda edi. Qanday qiyinchilik bo'lishidan qat'iy nazar shu namoyishlarning hammasi shu Türk xalqininki hissdoshligini qo'zg'ash va boshqa yerdagi butun xalqlarninki hissdoshligini bizga bo'lgan Sharq Turkistonda bo'lgan zulmni tunishtirish uchun hatto shu Burxonjon akamni mana ko'rib turibmiz hammamiz shunda vaqiraydi kunda chiqib Xitoyga qarshi shunda vaqirab noroziligini ifodalayotdi. Qardaşlarımızın tertiplep özününki Ali mektepteki hizmetini taşlap bir doktor şunda ziyali ilim edimi bir halkın Uygur halkına ait aslanlı ajda doktorlar var. Şu doktor yani özünün hizmetini taşlap namayışga çıkıp aşağı namayışta oldu Xitayga karşı aylardan beri neçe ay oldu. Endi biz şu oylap bakaylı aşında çoğun bir aylık seviyedeki kıymetli bir adamlarımız çıkıp koçuğa çıkıp namayış kılıvatıdı. Bunundan özümüzün qanchalik derecede aciz kılıvatkanlıkını qanchalik derecede aslında doktor profesörler degan çoğun işlerini kılış gerek. Emniyet bizim aşınçılık acizlik aciz kip kıvatkanlığımızı aciz kip kalsak mı belki yönetmek şunçılık şicaat, şunçılık bir imkaniyet kalması mı yani devamlılık hiç kadar vazgeçmeye tirişkanlığımızın ifadesi. Ama Türkiye'nin
ko'ryapmiz bu shu dollar tushib ketib, nima yuqorilab ketib, lira tushib ketib, ekonomik nurg'un narsa vayron bo'ldi, nurg'un shirkatlar, xalqlar bo'lsin, tijoratchilari, do'konlari degandek. Biz ko'rib turibmiz, shu Xitoyning virus sababli. Bunimi xalq bo'lsin, hukumat bo'lsin, Xitoy sababli bo'lganligini yaxshi biladi, ammo mecburi bağlılık kılıvatıdı. Ama Xitay bilen benim degendek neçe min yıllık düşmanlık var. Şu Türkiye'de mi bir aylık ığırçılık, kıyınçılık bolsa, nima bu Çin zulmüge okşaş deydi. Bu Xitay bilen bolgan o köreşini herkes mi özgertip to'xtalamaymiz. Odamni ansirtadigan yeri shuki, Turkiyadagi Uyg'urlarning siyosat bilmaydigan odamlarning Xitoy yetaklash ostida Türk xalqiga bo'libmi Kamalcha ideya Meyadlam mühim mesele gözünüzde mi? Mühim mesele var. kishilarga nachar ta'sir berib qo'yishi, ammo odamni ansirtadigan Ben kayıtta görüp bakmazlar. Bu ağır bir seviyesizlik. Kandal adam bolsun. Meyli bu videonu tarqatgan axborot merkezi, Uyg'ur axborot merkezigilar bolsun, meyli boshqa adam bolsun, qanday adam bolsa, mayada bir patman shu Uyg'ur xalqininki yetakchilar bo'lgan, din adamlari bo'lgan, ahli ilmlar bo'lgan, shunda o'ndak adamninki, ondan ortiq damullam ahli ilmninki, ya'ni Sharq Turkiston xalqininki yetakchilari bo'lgan kishilarni rasmini chiqarib qo'yib, bu yerda hech qanday bir siyosat bilmaydigan adamlar Uyg'urlarga yetakchilik qilib deb bu bir normal adamninki, normal bir seviyalik o'qigan yoki bir siyosatchi qanday adam bo'lsin, bunda ahli ilmni oldik. Ahli ilm emas, normal adamning rasmini chiqarib bunda qilishga mantiqli emas, bu normal emas. Agar chiqarishga to'g'ri kelib qolsa, Turkiyada nachar tashkilotlar yo'q emas, bor. Qo'ymish tashkilotlar yo'q emas, bor. Saxta saylam qilgan saxta cumhurbaşkanlar yo'q emas, bor. Sörgün hükümetin neçesi var bilimiz, 4 adam, 3 adam bir ekip, 2 adam bir ekip, özünü sörgün hükümet cumhurbaşkanı dep nemine salayık veriyordu. Kaşkanı bir ekip, Xotanı bir ekip, Ömçünü bir ekip taqtip, şehir başlıqını dep. Aşında adamlığı hiç qandaq gap yok. O hiç qandaq bir bilimiz hazırki zamanda Xitay bütün adamlığı üstünün pitini basat derip, böhtan qılıp, hem adamını qara qılmaqçı. Meyli din adam bolsun, meyli siyasetçi bolsun, meyli qandağı bolsa. Muşunda vaziyette muşu ekranda görüvatkan 10 neçe ehli ilim özününki şunçilik pitni basıp qarmay özününki salayetini saqlap qalgan adamlar, fidakarlık göstərgan adamlar. Biz her qanda bir adamdan bir qusur izlesek, nurg'unlagan qusurlarni tapa olamiz. Ba'zi adamni aqtaymiz, ba'zi adamni qaradaymiz, ba'zi adamni puli bor ekan, ba'zi adamni chiroyli emas ekan, o'kan bo'lgan deb qusurni topamiz. Ammo mushunchalar ko'p adamni turg'izib qo'yib, hech qanday siyosat bilmaydigan adamni xalqni aldab, xalqni qora yo'lga yetaklab, xato yo'lga yetaklab menyapti degan gapni endi o'zingizda qanday adam bo'lsin, mayli musulmon bo'lsin, musulmon bo'lmasin, mayli Uyg'ur bo'lsin, bo'lmasin, qanday adam bo'lsa o'ylab baqsangiz bo'ladi. Mush adamni chiqarib qo'yib, siyosatni hech qanday bilmaydigan odamni Uyg'ur millatini xato yo'lga yetaklab ketib bordi degan gapni qattiq o'ylanib beqish kerak. Shuni taqarqan narsamizmi qattiq o'ylanib beqish kerak. Yeri shuki, Turkiyadagi Uyg'urlarning siyosat bilmaydigan odamlarning Xitoy yetaklash ostida Türk xalqiga bo'libmi Kamalcha ideyadagi kishilarga nachar ta'sir berib qo'yishi yoki g'arib ellardagi qarindoshlarini ayblayman deb ularni fatuvchi, Isroilchi va g'arbparast deb qarlab yurib, Turkiya hukumati va Türk xalqiga vatanimizdagi Uyg'ur xalqining ichinishli fojiasini Amerikaning o'yini, İsrailning o'yini ekan degan xato tuyg'uga keltirib qo'yishi mumkin. Bu deganlik Turkiyadagi Uyg'urlar vatandagi xalqning biz Turkiyadagi Uyg'urlar bo'lsin, qanday adam bo'lsin, dindor damullar bo'lsin, kim bo'lsa, g'arbdagi, Yevropadagi hech qanday bir odamni yoki hech qanday bir tashkilotni biz FETÖ'chi, terrorchi, o'chi-buchi deb video chiqib yoki boshqa shaklda bunda qarlab o'qigan narsa mavjud emas. Men sal ishib ketdim deb o'yladim. Sherik bo'ldi deganlik. Shundaqla o'z millatining obrazini o'z og'zi bilan xunuklashtirib, kelgusida o'z putiga o'zi palti chapdi deganlikdir. Bu xatolikning badalini siz hozir mayada Uyg'urlarni, damullamlarni, ahlimlarni adamni chiqarib qo'yib, xato yo'lga yetakladi saviyasiz, ilmsiz, siyosat uqmaydigan odamlar desangiz, o'zingizning xalqining yuzini tushgan bo'lmaydi, nim bo'lsiz endi. O'taydigan chaqda pushaymon qilganning foydasi yo'q. Shunlashqa Turkiyada cho'qim hamma partiyalar bilan
Uyg'urlarning milliy irodasiga to'liq vakillik qila oladigan bir siyosiy tashkilot bo'lishi zarur. 5. Milliy madaniyat jihatda. Turkiya uzundan beri Yevropa ellari bilan quyuq aralashib o'tkashga, uning ustiga boshqalardan ko'plab nurg'un madaniyat omillarini qabul qilgachqa, ularning madaniyati bakla shalg'otlashib ketgan. Eng yomon bo'lgani, turklar bilan uyg'urlar o'zaro qarindosh xalq bo'lg'achqa, o'rtaq til va o'rtaq qimmat qarash ularning tezla singishib ketishiga turtki bo'lishi mumkin. Ya'ni uyg'urlar diqqat qilmasa asala turklashib ketishi mumkin. Shunga uyg'urlar Turkiyada hozir bor bo'lgan Ayxon ma'rifi, Yira ma'rifi uchiqi va boshqa ona til maktablari uchun qarorlik iyona qiladigan bir ma'rif fondi ta'sis qilib, Uyg'urcha gazet, jurnallar va asarlarni ko'plab tuzib, yetishib chiqayotgan farzandlarimizni mukammal bo'lgan Uyg'ur milliy madaniyati bilan universal yo'sinda tarbiyalab chiqish kerak. Uyg'ur bolalari millatning muhojiratdagi umidi va borlig'idir. Bu oxirdagi nihoyatda yaxshi fikr bo'ldi. Men 100% qo'llayman. Men Uyg'ur qarindoshlarimiz o'zininki an'anasini, o'zininki urf-odatini, tilini saqlab qolish kerak deb nihoyat yaxshi fikr bo'ldi. Shunday ilmiy shaklda fikr qo'ysa bo'ldi albatta. Bu qarindoshlarimiz bu videoni tarqatgan shu axborot markazidagi qarindoshlarimizning tunji qatimligi emas. Bu xil shakldagi shu Turkiyadagi Uyg'urlarning haqida har xil gap so'zlar, ya'ni qaralash yoki ayiblash, bu to'g'ri narsa emas. Tunji qatim qism emas, necha qatimlar bo'lyapti. Bu axborot markazini qurg'uvchi, xizmat qilayotgan kishilarningki kimligini men yaxshi bilaman. Bu kishilar shu xil ilqi Uyg'urlarni, dindor Uyg'urlarni, Turkiyadagi Uyg'urlarni qaralayotganligi uchun ma'lum bir tashkilotlardan qo'g'lab chiqarib etildi. Ammo yana o'xshalmay shundoq ba'zi narsani chiqaryotdi. Ba'zi jihatlar to'g'ri bo'lsa-mu, shu xil ba'zi xatoliklar bor. Shuning uchun shu jihatdan qattiq diqqat qilishini umid qilaman. Ham boshqa qarindoshlarimizning o'zimizning haqqini qo'g'dash, o'zimizning mayli dinini qo'g'dash, milliy kimligini qo'g'dash, har jihatdan o'zimizningki nimasini haqqini qo'g'daydigan bir ahamiyat beraylik. Hammamiz Alloh rozi bo'lsin. Mening deydiganlarim shunchalik. Asos Uyg'urlar haqida qilgan gap so'zlar shunchalik ekan. Qarindoshlarimizning Turkiyadagi Uyg'urlar to'g'riliq dindor Uyg'urlar to'g'riliq qilingan gaplar. Yana tekrar deydiganim shu. Sharq Turkiston xalqininki %90%, 95% musulmon xalq. Albatta uning ichida musulmonning orasidami bir qism oshqun kishilar bo'lishi mumkin, xavarij kishilar bo'lishi mumkin. İdeyasida az bir qism kishilarning ichida terrorist nimasi bo'lgan, oshqunlik nimasi bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bizmi bunday kishilarningki to'g'ri yo'lda, haqiqiy ahli sunnat va jamoasi yo'lida, payg'ambarimizning yo'lida menish uchun har xil jihatda, tashviqot jihatdan bo'lsin, da'vat jihatdan bo'lsin, qo'limizdan kelish harakat qilyapmiz. Bu ish sistemli bo'lishi kerak. Ammo o'choqdan to'qmoq chiqqandek taraqqitanlam saqalni, damullamni, ahli ilmni hammani chiqariblam. Bular siyosat bilmaydi, bular hech nimani o'qimaydi, millatni xato yo'lga yetakib ketib bordi. Bu deb qaralash xato bir narsa. Shuning uchun shu masalaga diqqat qilaylik. Alloh hammamizlardan rozi bo'lsin. Qolganiga men shunchalik o'ylay oldim. Qolgan qarindoshlar yana fikr tafakkur qilib, ko'z qarashlarini o'tirib qo'ysa bo'ldi. Alloh hammamizlardan rozi bo'lsin. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.